Bolalarning yeyishiga uyimizga pechenka olib kelsak, hech qachon oxirigacha ham yeyishmaydi. Har doim uvol qilib tashlab ketishadi. Endi uni shunchaki zerikarli qilib yemaymiz. Yonmaydigan, kuymaydigan, pishirilmaydigan shohona desert tayyorlaymiz. Chopperga pechenya va yong'og'imizni solib, yaxshilab maydalab olamiz. Alohida idishga ko'tarib olamiz. Yana ham shokoladli ta'm bo'lishi uchun bir osh qoshiq kakao soldim. Xohlagan turdagi shokolad pastalaridan foydalansanglar bo'ladi. Choco krem, chocotella yoki nutella. Shokoladli pastani topa olmasanglar, oddiygina quyultirilgan sut, ya'ni molikodan foydalansanglar ham bo'ladi. Barcha mahsulotlarimizni aralashtirib, yopishqoq massa hosil qilamiz va dumaloq koptokchalar yasab olamiz. Shokoladimizga birozgina yog' solib eritib olamiz va yer yong'oqni maydalab solamiz. Koptokchalarimizni birin-ketin shokoladga cho'miltirib, pergament ustiga solamiz va birozga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Ko'rinishi Ferrero Rocher shokoladini eslatadi. Ta'mi esa super kontik pechenyeli shokoladiga o'xshaydi. Albatta tayyorlab ko'rishinglarni maslahat beraman. Video yoqqan bo'lsa like bosib saqlab oling. Menga obuna bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha.